emas, qiyinchiliklar bilan, muammolar bilan, stresslar bilan, pul yetishmasliklari, bosh og'riqlar bilan to'lib boryaptimi? Demak, siz qiynalib boryapsiz. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tishingiz shart. Bu qiyinchiliklarni o'qishingiz, o'z ustingizda rivojlanishingiz, har kuni erta turib shug'ullanishingiz, har kuni muntazam rivojlanish bo'yicha shug'ullanish sizni o'zingizning maqsadingizga olib boradi. Topayotgan daromadingizni o'zingizni kuchaytirish orqali ko'paytirib, o'zingiz xohlagan narsalarni xarid qilish, oilangiz xohlagandek yashashiga olib borishingiz bu sizning qo'lingizda. Har doim muntazam harakat insonning o'z qo'lida. Muntazam harakat muvaffaqiyat kaliti. Biling do'stim, har doim qattiq mehnat evaziga yuksak natijalarga erishadi. Maqsad va natija, harakat bu hammasi sizning qo'lingizda.